Tunon men bir odamni ko'rdim 5 metr ekan. Bir joyga me'morlikka olib borgan ekan, dorozidan kelmay qoldi. Axir borib masjidda sani non edi. Yapan odam ekan 5 metr darozaga 3 metr bo'ladi. Bari 2 metr olmuş bo'ladi. Bir bola uzun ekan, baxida uni ko'rsang hayron qolgich eding. Bilishdim emas. Tunagim peshinga biz bir sularimiz bor edi. Moycha quduqqa suv chiqarchak. Qoram javodi kam zinda barqada chiqarchaydi. Chalon qildi qorga. Bu padanatni qora bo'pti ekan. Vaqini ko'rdik. Jo'r o'zi jo'r suv kelmaydi. Bu padanatni lulasining ichiga, paypchiga bir baliq kirib qolgan ekan, yetidan kelgan ekan. Kelib bu padanat mana paypchi yarmi kelib qopti, suv keladi, tevaga o'rlamaydi, banda qolar shuga. Buni tortib, bu oxiri paypchiga chiqardik. Shuncha choqqa tovardan urdik, mayda bo'lmadi. Buni olib, bilan traktorni olib kelib, tortdik, shuncha tortib chiqmadi. Axir bo'lmadi, dashka shirkat bor edi. Shirkatimizni bilasizlar, lo'dirib qo'ydik. Lo'dirib kelib ketiga bir zanjirdan baylab qabul tortib, axir paypga yakib bo'lib, arasidan baliq chiqarib oldik. Katta ekan. Yo, otasini u nima degan narsa edi? Bu baliq ekan. Ha, baliq ekan. Ayol buni chiqarib, olib borib dayraxonaga suvga qo'rib, basta qishloqqa deb yoza qilib bir dayraga qo'shib, qoldi hali ham ketsa. Mana bugun qorga endim. Bir oxirida sotamiz kam. Muncha lopirdilaring sizlarni kishtimaysiz ekan. Meni bir buvam bir zaman mashti qilaverchi, qo'liga bir ostayaq bir ko'rgan apar xo'shga ostayaqni to'qlatib ketaverchedi. Qor damida o'zi yerib ketaverchedi yeralib. Bachchasini, u qayerga bo'lsa tayaq ekan. U ostayaqdan topilmachi bir dedi. Betaman shol barqaga bo'lsa tag'in barqi bo'lsa issiqga yerib ketaversa. Maqsad bir dedi, tanso topilmachilar, shu ostayaqlar qancha qilib tan topilmadi. Yo'q oldi shu. Ha nima bachcha? Shu osataya buvangdik bor ekan-da. Undan keyin meni buvam shu Naribetdagi buvam bordi, keyin osataya olib kelaman deb. So'b belib bukayib qoldi. Mirdanada shol deb bo'lib, kam vaqtda. Axtarib bordi, dasht qala sariq. Axtarik osataya topilmadi. Keyin bir nafar adres berdi, aytdi, shu sariq degan qishloqda bir osataya bor dedi. Jirsa dedi, damiga xulosa o't yonib ketadi dedi. Barqaki dedi. O'sha bizniki yo'q oldi, bilman qabulsa bo'ldi. Shu osatayalar buvam terasiga ekan. Tunagi meni buvam borib ko'rdi. Girday narib shuncha tortib chiqmadi. Bugun qor jog'madimi? Bugun qor jog'gandan keyin bugun bordik. Daraxt bo'lib katta daraxt bo'lgan ekan, bir osataya bariga o'gar ekan, shunisi shuncha tortib chiqmadi. Uni ari olib bordik, urdik, arilanmadi. Shunga fikring bo'lsa, u seni buvangda haq emas, bu momamda past qilib olgan momga ostaya qilaman, tanimagin. Ha bacha, momang zindami? Momam zinda mo'ysapid bo'pti. Xo'sh, momangda osatayani men buvamga bergan. Ikkovi kam shu osataya bir osataya zindali qiladi. Bo'la. Aya, paysani dabal ber. Paysadan qo'rma. Men bir kurtum bor Zamistonlik 50 nafar jabajay bo'laychi kirsa. Meni bir buvam bor edi, bir momam bor edi. Bir tas Oyxonimga o'tirishadi, bir tas Badaxshonga. Sho'rdan paysani uzatdi, buvam ayni Badaxshondan qo'lini uzatib kelib, momamdan paysani olib ketdi. Nagun? Xonbachish, men durug' eshitdim, bir raqam durug' eshitgan edim, makam lopirdi shuga. Bachchasi eshitdim, otasini lopchi o'zi. Otasi chatirlab urishib bir o'ziga otasi o'lib ketdi-ku. Ali o'zi qoldi. Say otasi o'lib ketgan ekan, lopni menga. Bo'p. Mana u buvamga ketdi, mana o'kingi buvamda aytaman. O'kingi buvam Naribetga o'ltirib, o'g'illardan qochdi, urush bo'lganda, urush bo'lib qochgan bir popul muzasi bor ekan. Bir qochib. G'ozovimiz tag'in. Yo'q, popul ekan. Bir qochib shu o'g'illar, shu o'zbeklar hammasi qochaversa, kelish martaga muzasiga joy bo'libdi. 40 yillik nafar xeyla bola. Shu shoxdan sudrab kelib shu mozaga dayrada o'tgan hammasini olib kelib to'g'ri telar ekan ko'chaga vangijing bo'lib qoldi. Hammasi bilan qochgan ekan axir. Mayda kattamini olib kelib shu o'tkazib telar berib o'tgan buvam shundan bir kasalkama o'ziga kelmaydi. O'zini nechdan ko'tardi. Xayr. Meni buvam bir vada qo'shga chiqsa, ikki o'gizi bor edi. Qo'shga chiqdi deb bo'lsa, isser bug'doy sepkichadi, iz nafarni qo'shni deb kelgichadi. Men eshitdim, sen shu buvam o'lib ketgan, momang zindada shu o'kizlar turibdi dedi. Meni buvamga bersan qanday bo'ladi bachish? Bo'ladi, farqi